dokumentingiz bor, lekin normalniy ishda ishlamayapsizmi? Oyligi sizni ustravit qilmayaptimi? Тогда u ishni tashlang. Men sizga normalniy ishni tavsiya qilaman. Akalar, opalar, videoga bir donadan like bosinglar, обязательно shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Bykovoda joylashgan Lamoda skladi. Erkak va ayol kishilarni qabul qiladi. Yotoq joy, registratsiya, obed, forma hammasi absolyutno besplatniy kompaniya tomonidan. Smenasiga 7-8 ming rubl ishlasangiz bo'ladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Zadeshkasi absolyutno yo'q. Специальный ish трудовой договор qilib beradi. Bunday ishlar har kuni ham chiqavermaydi. 15 ta odamga данный moment joy bor. Telefon qilinglar, ekrandagi nomerlarga joylarda zaynat qilinglar, ishga joylashinglar. Shu videoga like bosamiz, обязательно do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Normalniy ish yo'qlargan va oyligi dostoyniy ish yo'qlargan odamlarga mana shu ishni tavsiya qilaman.